Shogirddan yolchimadim-da. Mehmonlarim keladigan. Birinchi marta ko'rishishim. Ey, barchaga ehtiyot bo'llaring. Hayotingdan qimmat turadi. Uyimni sotishim kerak. 3 yilligani endi Qo'timga boshi yomon tegdi. Endi nima qilamiz? Uchrashuv bor edi-ku. Bitta yo'li bor. Time we were sipping on wine, I could see it in your eyes. You were feeling alive. Why I tell you I was. Usta, o'lib ketaman. Qo'rqib ketyapman. Menga qarang usta. Nimadan nito bo'ladigan bo'lsa, pomidor deyman. Taqdirga tan beraman. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Sog'liq yaxshimi? Oddiylikni yaxshi ko'raladi. Marhamat, demadimi? Endi shunaqa qilib, nech pul so'rayapsizlar bu uyga? 15 ming yoki bitta jentara. Luki bilan. Yaxshi, hazilgashlar. Gaplashamiz. Alo, o'g'lim, olib beraman o'sha formeni. Sabr qilib turgin, oylik tushsin. Tushunmadim. Bolalarga shunaqa tarbiya beradi. Boyligini bilintirmaydi. Lustrani Italiyadan olib keltirgan. Dadasi. Hoy dadasi. Nima keldi? Kim o'zi bu? Ayollari bo'ladi. Voy, pul yo'q deysiz. Mazza qilib yashayotgan ekansiz-ku. Ovqat topib Ishtama, jo'na, ket. O'zi boy, fukusi kambag'al ekan-u. Boshqacha suv ekan-u bu. Suv. Tako yumshoq ketdimi? Tarkibida oltin bor. Undan tashqari kalsiy, magniy, natriy. Xullas, odam organizmi uchun foydali bo'ladigan mikroelementlar bor. Xo'jayin faqat shuni ichadi. Qizinglar ja boshqacha-yu, ha? Abu sizlarning qizinglar-ku? Qarang, ayollarga qanaqa vafodor xo'jayinim bor meni. Qanaqa qiz ishlashni ham Ey, qanani tuvar. Shogir, hammasi rasvo bo'ldi. Nima edi? Sarimsoq yo'q. Nima edi? Bodring. Qanaqa bodring? Katta, yashil.